Vanyuan, qulluq bo'lsin. Bu meni senga sovg'am. Video karta? Jisa, katta rahmat. Senga yoqishini bilardim. Kelinglar, ovqatlanishda davom etamiz. Shoshmanglar. Vanyuang, Jisa senga shunchalar qimmat sovg'a berdi. Nahotki sen rostdan ham hech narsa tayyorlamagan bo'lsang? Albatta tayyorlaganman. Mana, bu mening Jisaga sovg'am. Bu yondirgich. Ha? Vanyuan, bu yondirgichning gazi tugaganmi deyman. Nega yonmayapti? Qaranglar, Vanyuanning bu yondirgichi xuddi haqiqiyga o'xshaydi-ya. Qaysi bozordan olding? Bu yondirgich emas. Jisa. Bu men senga sovg'a qilgan mashina. Ha, Vanyuang, bu qanday markadagi mashina ekanligini bilasanmi o'zi? Bilmayman. Bu McLaren. Dizayniga qaraganda kolleksion yoki cheklangan model. Narxi 10 milliondan oshadi. Xo'sh, nima bo'pti? Xo'sh, nima bo'pti? Hatto eng maqtanchoq odam ham bu kalit bilan ko'zbo'yamachilik qiladigan darajada ahmoq bo'lmasa kerak, chunki butun shaharda bunday mashina deyarli yo'q. Xo'sh, nima qilibdi? Vanyuang, balki rol o'ynashni bas qilarsan. Ahvoling juda achinarli ko'rinayotganini sezmayapsanmi? Bo'ldi, qilinglar endi. Buni model deb hisoblay qolamiz. Menimcha juda chiroyli. Vanyuan, rahmat. Menga juda ham yoqdi. Arzimaydi, Jessa. Shunchaki bu eski sinfdoshlar meni uncha xushlamayotganga o'xshaydi. Sovg'ani berdim, endi esa ishlarim bor. Men ketdim. Yaxshi qolinglar. Vanyuan, Jisa, uni fosh qildik, uyalib ketdi. Ortidan quvishning nima keragi bor? Joe, bu rostdan ham soxta ekanmi? Ayni muddao kirish joyida McLaren turibdi. Agar u mashinaga bir marta qarasang, buning iloji yo'qligini tushunasan. Ketdik, ko'ramiz. Qo'yil, gap yo'q. Qaranglar, o'sha mashina. Bu o'sha 10 millionlik afsonaviy mashina shumi? Haddan tashqari zo'r-ku. Xo'sh, rostdan ham ochib ko'rmoqchimisan uni? Bu 10 millionlik afsonaviy mashina. Vanyuan 100 yil ishlasa ham shuncha pul topa olmaydi. Ketdik, qaytib kiramiz. To'xta. Lu Sen Hayfan, Lu oilasi turgan rahbari. joydan qimirlama. Sen isming Vanyuanmi? Ha, menman. Salom, kichik janob Van. Tezroq salomlashinglar. Salomlashinglar. Salom, kichik janob Van. Kichik janob Van, gap bunday. Mening ismim Lu Hayfen. Men bu tijorat ko'chasining menejeriman. Bugun shartnomani uzaytirish uchun imzo qo'yish kerak edi. Opangiz menga siz bilan imzolashim mumkinligini aytdi. Bu tijorat ko'chasi ham opamga tegishlimi? Albatta, albatta. Shu jumladan mana shu Ziyun mehmonxonasi ham, u ham opangizga tegishli. Alo? Vanyuan, Lu Hayfanni uchratdingmi? Men bandman. Tijorat ko'chasi mayda biznesi uchun o'zim borib yurmayman. Unga aytib qo'yganman. Imzolasang ham farqi yo'q. Xo'p, mayli. Qayerga qo'l qo'yish kerak? Shartnoma printerdan chiqyapti. Biroz kutib turing. Hozir olib kelaman. To'xtang, mashinam eshik oldida turibdi. Men kirish qismida kutaman. Muammo yo'q.
Vay, qaytib keldingmi? Vanyuan, juda pastkash bola ekansan. Video kartani olib ketish uchun ataylab qaytib kelding-a? Atayin emas. Kartani oldim chunki shu yerning o'zida bitiradigan ishim bor edi. Ish, kartani olsang olaver. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Hammasi shu 2000 yuanlik narsa uchun-ku. Bu Jessiyaning menga sovg'asi. Narxi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, albatta men uni qadrlayman. Karta uchun kelganingni bilardim. Ber menga. Qoching. Jisiyaga soxta kalit sovg'a qilib, bunaqa qimmat tug'ilgan kun sovg'asini olishga vijdoning qiynalmaydimi? Kalit soxta deb kim aytdi? Mashina hozir kirish qismida turibdi. Ishonmasangiz borib ko'rishingiz mumkin. Shoshma. Vanyuan, eshik oldidagi o'sha afsonaviy mashina meniki demoqchimisan? Ha? Vanyuan, juda berilib ketding-ku. Hozirgina eshik oldidan qaytdik. Jisiya umidini uzmay kalitni bosib ham ko'rdi, lekin baribir mashina chiq etib ham qo'ymadi. Of. Haftadan masofa uzoqlik qilgandir-a, shundaymi? Voy, unday gapirma. Bugun senga nima bo'ldi? Ular bilan bu haqida tortishing shart emas. Lekin u mashina rostdan ham mening senga sovg'am. 10 millionlik mashina mengami? Ha? Yo'q. Hali ham ishonmayapsanmi? Agar rost bo'lsa-chi? Rost? Rost bo'lsa, unda men senga Mayli. Xo'sh, mashinamga sinfdoshlarim shunchalar qiziqayotgan ekan, unda yuringlar, hammamiz eshik oldiga borib ko'ramiz. Qachongacha o'zingni bunaqa tutishingni bir ko'raychi? Jessiya, yana bir marta bosib ko'r.